Birer gap bormi? Bu gap qanday desam bo'lar? Voy. Nima gap bo'lsa ayvering. Hadaqa. Xislat acham yaqin to'y qilgan o'xshaydi. Nima? Hadammi? Ha, yengilmish bir oy ichida. Oh. Men bilan to'y qilamiz yo'qmi? Bir oy ichida? Shundoq. Bir oy ichida. Biz tezroq to'yni qilib etsak, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. To'yni tezroq qilib bitaylik. Nima? Sen nemişki dükkanı ijarık berip etsen? Şu dükkanı ijarık berip etip aram alay deyim afkam. Dükkanın ijarı pulu bilen mi jambak kılıp bula? Oğu şu. Ayşem sana şundak dedim haka. Kızlık yap kıldı gelsin. Nerede ki yok yapma deyipsem. Ma bilimning ahvoli ish qiladigan yor bermayapti Dovka. Shunga shunda o'ylashdim. Bo'pti. Lekin bu ijarık berdiğini balalarım bilemdi. Aladigan odamlar kas hamon uqidi-ku. Sen ansirab ketma, ha? Bo'ldi. Ma'qulamsan. Akamçı, dükkanı ijarık berip etkidik. Nima? Dadammi? Ha? Tag'am nemish qilib bunday qildi? Bir kun so'qmoq yesimsiz chidamaydigan odam nimda bunday qilgan opa? Menmi uqmadim. Tuyuqsiz meni chaqirib shundoq deydi. Xislat, sen nemişligini bilemsen? Yo'q. Balkim yerib qolgandi. Bo'pti, o'zing mayli qo'yib tayli. Ammo ish qilmadim. Opa, Ha? bu xislatga nima bo'lgandi? Kayfiyat pek nacharg'u. Balkim nima qilishini bilmay tengqab qolayotgandi. Nima? Nemek tengqab qoldi? Ukam, siz bir ishni bildigan o'xshamamsiz? Ha, men desam bularmish, demesam bularmi buni? Voy bola. Tilinizni chaynamay bir dana nemişdi? Shundaymi, dana? Acam o yaqini to'y qildik. Rostmi? Xislat acham to'y qilgandik-a? Ay, bu mumkin emas. Xato anglab qapsizlar. To'y qilsam bilmamdim. Hada, menchi o'z qo'limda angladim, o'z ko'zimda ko'rdim. Acamchi Po'lat direktor to'y taklif qo'ydi. Nima? Xislat Po'lat direktoriga to'y taklifi qo'ydimi yoki Po'lat direktorining to'y taklifiga erishdimi? Aniqroq dang-a? Acam to'y taklifi qo'ydi. Oy bu masachilikni Xislat rosa shunday qildimi? Oy, ne at ne namoz. Oy. Dadam dükkanı satamdı-ku? Ha, ammam bilan shunda deyishganda qildi. Men sizga dedim-ku, tag'am yiqqanda sal charchab qoldi dedi. Shundoq bo'lsa bu dadam tuyuqsizda dükkanı satmoqchi bo'lib qopti-ku. Bu yaqini yo'q dadam bekli g'alati bo'lib qoldi. Shunga men sizga dedim-ku, tez qaror qiling. Tag'amning dukkanini ichib, kasbiga varislik qiling. Acam bu ishga bir narsa demedimi? Xislat acam sizdan bakroq jiddiylashyapti. Nimaga? To'y qilishga kelishga o'xshaydi. Acam to'y qilamdi-ku? O'tirib.
Polat direktor yaxshimi? Yaxshi. Bugun Qoyis Jamolov tushib keldi. Sizni bu ishxonalarga kapib qo'ymaydingiz. Siz bilan ko'rishmag'imi uzun bo'lib ketibdi. Ha. Siz bilan ko'rishgach, bir ishni so'rab boqay deb kelishim. Shu. Men demadimmi? Shumisi kamaytingizmi deyman, ha? Yo'q, unday emas. Nima ish? Xislatning tadsin kesili ig'irmi? Buningga mening javob berganimdan Xislatning javob bergani biroz yaxshimikan. U menga to'yni bir oy ichida qiltayli deydi. Bundaq deyishi tadisi uchunmi? Polat, bu savolingizga men javob bergandan yana Xislatning javob bergani biroz yaxshiroq. Siz mening o'rnim bo'lsangiz qanday qildingiz? Mening maydonimda turib javob berib boqing. Ishlanmaydi ma'qulat. Bir ish tug'isi, bir ish. Oy, dada. Bir ish bo'lmagandi? Nima sonazan gapirdi? Ya nima ish bo'ldi? O'zancha. Qizim, to'ng'ansiz? Yo'q, to'lmadim. To'xtab tur, ha? Nima bu? Sharpa? Ha? Oy. Peki yarashdi. Ha, shundaqmi? Pek yaxshi bu. Rahmat qizim. Dada. Do'konni ijara beradigan bo'psan-a? Hammangiz deb bo'pti-da. Lekin-chu, pek yaxshi o'ylabsan. Necha vaqtni yo'q so'qmoq yasayman deb pek xil javob berdi. Qachon sinchi qilib qolarkin deb sendan ansirab yurdim, dada. Shundaqmi? Ha? Pek yaxshi o'tdi. Mush fursatlar yaxshi aramag'in. O'zingning nima ish qilgan kes shuni qilgin, dada. Pulning g'amini qilma, biz bojimi? Uning ustiga hamma ko'plab vaqtini chiqarib sang'amlam. Rasma. Hey, Polat. Bir ish bo'lmagandi? Yo'q, nima ish bo'lmoqchi? Pek to'nglab ketdim, dada, men kirgashtiray. Ha. Ammo qilma, hozir chiqaman. Oy. O bola tuyuqsiz umrda deb boqmagan gaplarni deb ketdi. Mana ishni boyqab qolmagandi, ha. Bolam, qaytib keldingmi? Acha, keldingizmi? Oy, nima bo'ldi sizlar bugun? Alohida bir xil qarshilish bu. Ha, bu so'rash ishlari yo'qdi, Parizat. Senize nima pul so'raydigan ish bo'ladi? Talabek so'qdi va to'lg'an safkam. Nega emas, ozroq. Ishlarimni tugitib oldingmi, bolam? Nima yaxshi ish bo'ldi? Voy, nima deysizlar? Acha, bugun talabek so'q to'nglab ketgansiz-a? Nega emas, ozroq. Nima bo'ldi? Isma? Bekli g'alati-ku bugun. Ya. Kayfiyati toz yaxshi emas-ku. Shundaymi? Bir qismi turdi. Qulda uzukmi yo'q ammo. Voy, aka. Xislat uyga kirib ketdimi? O'zi kirib ketdi. Lekin baq aka, hech qanday imkon yo'q. Parvar.
Bolam bu tünügün xislat to'y taklif qo'ydi deb atatdinglar. Bugun bu nima gap bo'ldi endi? Ha, shu emasmi? Po'lat direktor chikilib qoldimi ya? Yo'q, menimcha ishkilanmaydi. Shuncha vaqtdan beri xislatning keyin tushsa u. Amisi rad qilinganmi deya? Ha? Yoki direktor dadisi qo'shilmagan bo'lsa? Yo'q. Xislatning keyindi shapashlab yurib, mening dimin nurg'un ahonat anglagan guy birdamda. Unda bo'lmaydi. Bu nemish oqsoqollik qilib oldida ig'izachida qizib olib turib deyma. Bu jinning muza. Bo'shroq aka olib Bu zamonning bolalar nima bo'lib ketyapti? Tog'am, bu iniq emas ish. Neyvada? Doktorga berib keldim. Dam elish kunda mishildingmi? Shu bir bemorning ahvolini ko'rib keldim. Hadi. Anlasam sen Polat direktor bilan to'y qilgan bo'lsa? Nima? Kim shunda deydi? Oy. Yo'q shu. Ha? Voy. Ha? Ishqilavotdinglar? Kimni oldi? Yo'q. Ey, acha. Ansam oxiri to'y qilgan bo'lsa? Nima? Kimdan oldi? Voy, yengam Ranoga debdi ekan ku. Ha? Berna? Ha? Acha? Aka acham bu. Ishlatdingmi? Ha? Berna. Bu sizning nima qilganingiz? Acham, nima ish bo'ldi? Iniq bo'lmagan ishni nima deb uydagilarga deysiz? Men nazı to'y taklif qo'ydim. Ha? Shu tunugun. Bugun? Anlamadingiz? Isbotingiz bormi? Ha? Acham, men rost shunda anladim. To'lbir jo'lmaga. Og'zim da otqinni. Acham, men rost anlagan tursam. Bo'ldi bolam. Qanday gap bo'lsa uydagilar bilan maslahatlashib qilmamsiz. Shu. Ay bolam, hamma ish degani ba maslahat qilamizmi? Dada, unda ish yo'q. Men to'y taklif qo'ymadim. Berna, siz to'y qalayimqa gap qilmagan uydagilarning oldida. Ha, bo'ldi. Kechiring, acha, as uydagilar dimsam bo'pti-ku. Berna, nima deb? Acha. Dodamir rost shunda anlagan. Bo'ldi qilmasizmi? Bo'ldi bolam, bo'ldi. Siz chiqing. Bu yoqqa qaytib chiqma. Nima shu ketdi aka? Hech uqmadim uka. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeijinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeijin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeijin orqali ifodalang. Dilkan Nobeijin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeijin. Qalğaç markalık sopun paraşuki vətib erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuki. Berna başta degandilar ishonmaganman. Voy. Rost yig'latamsa? Sen rostdan to'y qilayli degan o'xshamamsa? Nima? Amsa Po'lat direktor nima dedi? Qanday bo'ldi deb bera? Ben tuyuqsizib qoldi. O'lish baqay deydi. O'ylish baqay? Şunun ekan aloqalashib baxmidi. Ve xizmat xulasini emin katibdan kirgizibdi. Direktor. Ishxon bir kirgan bo'lsangiz, nasihat qilgan gap bor.
Ben sizge bir vazife topşasam deyman. Qani topshiring. Bana bir restoran qilish biring. Vaqt siz xohlagan vaqt bo'lsa bo'ldi. Nima restoran? To'y qiladigan restoran. Nima to'y? To'y degan to'y shu xislat. Kimning to'yi? İkimizin to'yi. Kechiring. To'y qilish uchun mendim tayyorlik bo'lmasa bo'lmaydi-da. Şun bir neçə gün yo'qolib ketdim. Men ko'p o'ylandim xislat. Mening hayotimda siz bo'lmasangiz bo'lmaydi ekan. Menga yotliq bo'ling. Fariza. Bu mağcu to'y taklif qo'ydi. Nima? U sen to'y taklif qo'ydimi? Hay, öpkisi yo'q. Sen bir necha kun og'zingni yumib chidab turgan bo'lsang, Po'lat o'zi to'y taklif qo'ydi ekan emasmi? U chaqda sen ish verib, o'ylanib baqay, Po'lat deytding emasmi? Nima shunda deyman? O'ylab baqsam, u men eng mos kelgan. Bak qiziqish bo'ldigan bo'ldi-da, endi. Bak qiziqish bo'ldigan bo'ldi. Nim bo'ladi? Sen endi direktorning xotini, liderning kelini bo'lib yashaydigan bo'lding-da. Demaydigan gaping yo'q sening, ha? Voy bo'ldi. Xo'sh. Aka, nimiş xislatning to'yiga qo'shilmaysan? Bu nim degani? Hay, onun bu to'y qilish qizg'inligi so'roq suv sepib. Shu emasmi tog'a? Ha. Tog'a, nim deb endi? Sen-chu asli qarshtirmsan bo'ladi. Ha. O degan mening qizim. Sizlar bunga aralashmanglar. Men qo'shilmay to'yni qilmoqson qani. Tog'a, xislatning yeshimi birgaga berib qoldi. Shu emasmi aka? Xislat aram bir to'y qilay deganda, xo'shib to'yni qilsak yaxshi bo'ladi. Tog'a, sen ilgari xislatni to'y qil deb ko'zga kirish olading. Endi qo'shilmagining nimasi? Nim deb o'zgarib qolding, tog'a? Qo'shilaman deb xohlagan birisiga beribsam bo'lmaydi-da. Ya'ni ki Po'latga. Hey, aka. Bo'ldi fikam. O, mening qizim. Men qanday qilgim kelsa shunday qilay. Apa bu tog'amga nim bo'lgandamda? Nim bo'ladi? Qizig'i chirimayotdi shu. Ha, shu. Vay. Nima? Dadingiz shunday debdimi? Hammam bu dadangning sana chidamay qilganlari, sizlar to'yning tayyorlig'ini qilaveringlar deydi. Ha? Nima xat? Dadingizning ashundoq teginigi bo'lsa-mi, ommisam sizni.
Dadamchi, hujursiz. Motor kelsan bu. Ha? Bo'lsa ishingizni qilaveraman. Dada, men kirdim-a? Jasur? Nima ish qilyapsan? Shu Berna yolg'iz o'tirib qolibdi ekan, birdan o'tirishmadim. Kirib ketdi-da. Ma'qul. Berna, Jasur samsaqa qildimi? Samsaq birab ketdi-ku. Yo'q ada. Jasur samsaqa qiladigan odamma. O'g'o shu. O'tirishpadi meni yolg'izlab. U samsaqa qiladigan odam emas. Tombek muzdek dada. Yostiq qo'yib. Dada. Sen zat nima bo'ldi? Mening to'y qilishimni shunda orzu qilatding. Eng cho'ng g'imimni shu deyting. Endi to'y qilay desam, nima ish qo'shilmaysan? Shu azroq ansirab qoldim bolam. Nimadan ansiraysan? Bu Po'latni siz zodi qanchalik tushunasiz? Qandali qarsam bir yerlari bir qismilg'o bu balaning. Dada, xotirjam bo'la. Meningmi oqqarni parg'at kuchiligim bor. Uning ustiga o'zimning to'y qilish kerakligini oxir tushunib yetdim. Shu tuyuqsizlar to'y qilish kerakligini o'ylab qopsiz. Men to'y qiling desam parvoyingizga kelmay yuradigan bola tuyuqsiz o'zgarib qolgandikin. Voy dada, ajab bir kirishib qoldim. Ish qilib bir yerlar g'alati-g'o bolam. G'alati emas-ku, shundan normal-g'o. Ya lider sizdan bir narsani o'tindimi ya? Ha? Mena demoqchi bo'lganim, bu lider sizga bak amroq emasmi? Ha, sizmi liderni degan yerdan chiqib yaxshi ishlab beryapsiz. Siz ham chiroyli, ham aqlli qo'ygandikin. Bu lider bu ishni bir qo'lliq o'rinlashtirib oldi bilan sizni o'g'ilni yeniq o'rinlashtirdi. Ani keyin u o'zining bu qalaymaqan bolasini keyingi ishlardan xotirjam. Dada, kino ko'rmaydigansan? Hey bolam, bu turmush ishi muhim ish. Buni astoydil bo'lsa bo'lamdi. Dada, men astoydil o'yinib mush qarorni chiqardim. Boshqa hech qanday sabab yo'q-a? Sabab yo'q. Rostmi? Rost? Voy jon dada. Burun to'y qilmayman desam, kutulaysan. Endi to'y qilay desam, yig'laysan. Rostmi, yolg'onmi deb. Ha. Bo'ldi, unda o'schu, men to'y qilmay, bir umr mushundaq bo'ytaq o'tay. Qanday? Ashtaq bo'lsin, ha? Oy, men undaq. Bo'ldi. Shuna deyishdim. Bo'ldi, men to'y qilmayman. Tog'am zodi nima o'ylayotgandi-a? Endi Xislat acamning to'y ishini cho'qim astoydilroq o'ylash kerak-da. Voy bolam, astoydil o'ylashqidek nimasi bor? Dadasi bo'lsa lider ekan, bolasi bo'lsa shirkatning direktori ekan. Uni ustiga shunda qamlashgan yigit tursa, bizning Xislatga toza mos kerak. Hey, mening kuyovim ashunda qamlashgan bo'lsa, mush beshimga toj qilib qistirardim-chi. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xayol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi o'sha chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim,
ham barliqim. Aba, men keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygi suti atgan chayi, yedingdan anamning mehrli yedini topaman. Huzur to'ygi suti atgan chayi. Ayollar gülge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Susimirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Gülüm qog'ozlari